Salom do'stlar. Sizlar bilan Dalasi Maribjonov. Hop. Do'stlar, bugungi videomizda Dream Stars 26 futbolchilardan birini olishga harakat qilamiz. Ko'rib turibsiz, bizda bu yerda 5 nafar Dream Star futbolchilardan olganmiz. Bular qatoriga Kenan Yildiz hamda Sevillarlarni qo'shib qo'ymoqchimiz. Maqsad aniq va yagona. Kenan Yildiz bizning tarkibimizda bo'ladimi? Demak do'stlar, buni birgalikda bilib olamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Hop, video bu bilan tugab qolmaydi. Hop, mana bu yerda klassik playerlardan birini olishga harakat ko'ramiz. Albatta bu yerda Batistuta eng maqbul, eng yaxshi variant. Hop, xuddi shunday videoni mana ekranlaringizda chiqib turibdi. Hop, Rivaldo hamda yashil kartali futbolchilar kelganda Ashraf Hakimini bitta videoda tushirgan edik. Xuddi shunday bo'lyapti. Bu yerda hozir Batistuta omadimiz kelsa, Batistuta hamda Kenan Yildizlar tushsa juda ham yaxshi bo'lar edi. Hop, bizda mana bu yerda sezon pasdan yana bitta agent olamiz. Hop. Mana endi bizda agentlar ikkita bo'ldi, bittasini mana bu yerdagi Sabitiyadan yutdim. Hop do'stlar. Demak, men videoni boshladim. Yaxshilab joylashib oling. Hop, yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, videoni boshlanishidan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'ling. Videoga like bosgan bo'lsangiz, videoni boshladim. Hop, mana bu yerda skautlarni chaqirib yuboramiz va arzonroq futbolchilar kelsa olib qo'yib videomizni boshlasak bo'ladi. Mana bu yerdagi legionerlarni, agentlarni hop Champions kartalari kelishi mumkin. Shularni to'plab tursalaring, hop tangi olmoslarni ham to'plab tursalaring. Shu o'zlaringga foyda bo'ladi Champions kartalar olishlaring uchun. Hop, tarkibni bir ko'rsatib o'tishim kerak. Tarkibda o'zgarishlar bor. James Rodriguez hamda Isak Tourelar bor. Hop. Bundan tashqari mana bu yerda ko'rib turibsiz, klassik playerlarni asosiy tarkibga joylashtirib qo'yganman. Suarez bu yerda qizil olgani uchun asosiyda yo'q. Hop, Bukayo Saka full bo'lish arafasida. Albatta videoni kanalga joylaganman, ko'rib bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Albatta bu futbol ish videosini ham bitta chiqaraman. Hop, Lewandowski, Ronaldo, Militao, Albalar ham futbol ish arafasida. Hop, bu yerda ham bir talay futbolchilar bor. Hop do'stlar, demak yaxshilab joylashib oling. Men videoni boshladim. Hop, yaxshilab joylashib videoga like bosgan bo'lsangiz, men videoni boshladim. Hop, Kenan Yildiz hamda Sevillarlar men uchun eng maqbul variant. Shu ikkalasidan bittasi tushib qolsa, balki ikkalasi ham tushishi mumkin. Shuning uchun yaxshi niyat qilamiz. Hop, maqsad aniq va yagona. Kenan Yildiz. Bismillah. Hoppa. Bizga norvegiyalik 14-raqam ostida tackling 81. Speed 83 bo'lgan. Rayson tushmoqda bizga. Hop, navbatdagi urinishdan amalga oshiramiz. Yaxshilab joylashib oling. Bismillahirrohmanirrohim. Kenan Yildiz.
va bizga fransiyalik negadir omadimiz kelmadi. Oxirgi imkoniyatlardan ham Kenan Yildizni tushira olmadik. Mayli, lekin Batistutani tushirishga harakat qilib ko'ramiz. Hop, menimcha bu Sar bo'lsa kerak. Hop, Sar. Menga Kenan Yildiz kerak edi, ammo ikkita himoyachi berilmoqda bu yerda. Hop, yaxshilab joylashib boring. Endigi navbat Classic Player ochishga. Hop. Bismillahirrohmanirrohim. Batistutani tushirish maqsad. Bismillah. Va bizga 8-raqamda Desayli. Do'stlar, bugungi videomiz umuman omadsiz, faqat himoyachilar tushdi. Hop, Desayli. Do'stlar, kommentariyaga o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Tarkibimiz mana shunday ko'rinishga kelmoqda. Hop, qani bu yerda Sar. Hop. Mana bitta bu yerda yarim himoyachi hamda vartibon bo'lganda klassik futbolchilardan iborat tarkib yo'q. Mana tushsa bu yerga bitta darvozabon yetishmayapti. Ajoyib. Hop, Sar hamda Reysillarni tushirdik. Hamda Desayli. Hop, do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Albatta video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Talasa Marbjonov.